بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. والشمس وضحاها Quyosh ve onun nuru bilen qasamki, والقمر إذا تلاها Quyoshga ergashgan chog'diki oy bilan qasamki, والنهار إذا جلاها Quyoshni oshkor qilgan kunduz bilan qasamki, والليل إذا يغشاها Quyoshni yoshurgan chog'diki kechi bilan qasamki, والسماء وما بناها osmon bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, والأرض وما طحاها zimin bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ruh bilan va uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, قد أفلح من زكاها ruhni pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. وقد خاب من دساها Nafsini kufri va fisqi fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. كذبت ثمود بطغواها Samud haddidan oshqanlik uchun payg'ambarni inkor qildi. إذ انبعث أشقاها Ayni zamanda Samudning eng badbaxt odami mo'jiza bo'lib kelgan to'gini o'ltirishga oldirdi. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Ularga Allohning payg'ambari, ya'ni Solih alayhissalom, Allohning to'gisiga chiqilmanglar, uni suv ichishdan to'smanglar dedi. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Ular payg'ambarni, ya'ni Solih alayhissalomni yolg'onchi qildi. To'gini o'ltirdi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni tel-to'kis halok qildi. Umumyuzlik halok qildi. ولا يخاف عقباها Alloh uning, ya'ni ularni halok qilganlikning oqibatidan qo'rqmaydi.